hörmətli obunaçılar, bugün 19 mart 2025 yıl sizlere Barak Avtodagi hamma mashinaning общий to'liq obzorini, baholari bilan, kraskalari bilan tushuntirishga harakat etaman. Qo'limdan kelgancha qo'llab-quvvatlab, podpiskani bosib, like tugmasini bosib, telefon nomerlarimizga telefon qilib bemalol bog'lansangiz bo'ladi. Pastda nomer qoldiramiz. Bu mashinamizni tanishtiramiz, qaranglar. 2010 yilda ishlab chiqarilgan mashinamiz. Tren kapot bu polni o'zi obshit bo'lgan. Hammeri 100% kraska bo'lgan. Mashinamiz propan gazlari bor, metan yo'q, bunda propanlari bor. Bu mashinamizni sizlarga eldindan 2 million berasizda. Mashinani 50 million hisoblaymizmi? 50 million so'mga hisoblab, shu 50 million so'mni 1 yil davomida 12 oyga bo'lib bersalar bo'ladi. O'rniga 2 yildan bo'lib beriblar. Gaplashib ko'rish kerak. Gaplashamiz xullas. Bu mashinaga gapirib turganini kelishamiz, gaplashamiz. Xullas, shu 50 million so'mni 2 yilga bo'lib, 1 yilga bo'lib bersangiz bo'ladi. Tamam, hozir keyingi mashina. 2013 yilda ishlab chiqarilgan Nexia mashinamiz. Qaranglar. Bu yerda 58 million yozilgan, 124 ming yurgan, 1 krelda ishlayotgan trassasi bor. Sostaviyasi zo'r. O'zini yurgani metanga bor, zenchuriklar umuman ishlanmagan hali. Bir shikoyat makinasi bor. Buni bahasi 58 million so'm, daxil o'zisiga kelishib qoladi. Chizon 56 million so'm bersa bo'ladi. 56 million so'm. 2010 300 ming kilometr yurgan. Metan benzin qo'yilgan, balonlar toza. Mana balonlardan ko'rsa, balonlar toza, sostaviyasi zo'r. 300 ming kilometr yurgan. Quyerda kraskasi bor. Mana bahasi 48 million so'm, o'zi eng oxirgi bahasi 48 bo'lsa kerak. Oxirgi bahasi 2014 Nexia 2. Boshqa qancha bolalar bor? Ikinci yerden koyup gideceksiniz. Az bana mı? Kara 2014 58 milyon so'm, 180 ming yurgan. 4 tane balonlar toza. Bundan bahası 58 milyon so'm, oxirgi bahasini yozib ko'pmiz o'zi. Bundan qaytib bo'lmaydi 58 milyon oxirgi bahasini. 4 balon paket, zengli ishlangan, zengchuliklar ishlab tayyor turibdi. Rol gidravlika o'zi prostoy. Bu sonus gibi, sonus bo'ladi. Bunda yamoni bor, Nexia'ni eng yomoni. Qaranglar, charmxo'v balonni originali qo'yib turibdi. Yumshoq balonlar qo'yilgan. 50 dollarlik balonlardan qo'yib turibdi. 4 tanasi qo'yilgan. 4 tane paket balon. Hammeri 14, ket pasporti 13 bo'lib qolib ketgan bu mashinamizni. Beda bahasi 80 ming kilometr yurib turibdi. Metani bor. Hamma qismlarni ko'rsatdim, zo'r. Akkurat, salonlarni qaranglar. Zo'r rullar qo'yilib, akkurat niyatib aydirgan mashinamiz mana. Pioner motorlar qo'yilgan. Holati zo'r. Kraskasiga keladigan bo'lsak, 110 kremda kraskasi bor. Boshqa ham 100%, radno sostaviyasi zo'r. Bu kremda. Alan kremlasmi? Alan kremda kraskasi bor. Bir kremda kraskasi bor. Vida 65 million yozilgan ekan, naq pulsangizni 60 million so'm beramiz mashina. Keyin namoz mashinamiz bor. Egelenga turibdi bu 2005 30 million so'm bo'lsa beramiz ekan. 2005-yil 30 million so'm bo'lsa beramiz. Metani bor. Keyin bor. Komposit kam yurgan 59 ming kilometr yurib turibdi mashinamiz. Bu mashinamizda 29 million so'm yozilgan, 28 million so'm bo'lsa beramiz. 59 ming bu yerga tekshirtirasizlar. Bir krelda kraskasi bor. Boshqa ham nonni tushiraveradi. Salon qismini ham ko'raylik. Bir qo'l narsa, uni azab ko'rgan narsa emas. Mashin haqiqiy Beijingda turibdi. Hammani tekshirtiradi. 15-yilda ishlab chiqarilgan 5 mashinamiz bor edi. Bahasi 52 million so'm yozib turibdi ekan bu yerda. Naq pulsangizni 46 million so'mga beramiz. 46 million so'm 5 190 ming yurgan, zengli ishlangan balonlar toza, nama balonlar qo'yib turibdi. Salonlar ham yaxshi. Mana salonlarni ko'raverasizlar. Salonlar ham zo'r. Hammalari akkurat ne bo'lib turibdi salonni. Akkurat ne deyam, o'zlarimiz biratli mashina.
Buna 46 milyon so'm, so'zlashib oxirgi bahos 46 milyon so'm. Buna bankga yetkazim. Bir 10 milyonlar bilan avtokreditda chiqarib bersak bo'ladi. 10 milyon so'm bilan chiqarib. Keyin 2013-yilda ishlab chiqarilgan ekan bu mashinamiz. Bahosi 48 milyon ekan. Metan benzinlari bor, balonlar ham toza balon. Jayrat balonlardan qo'yib qo'yibdi. Ayna yomonligini. Polux degan kilometr qaytarilmagan qara, qamir göre. Yo'q, kilometr ham garanti, o'zini yurgani. Mana tekshiraverasizlar. Metan 4 balon, zengini o'zine buna 10 milyon bu chiqadi o'zi. Metan zeng balonni o'zine 10 milyon chiqadi. Bir de 48 milyon so'm yozib turibdi. Undan ham qaytib bersak, mashinastlari 30-35 milyon so'm ochish turibdi. Avtokreditda 10-15 milyon so'm bilan chiqadi. Ne bo'lar? 05 dan 9 ham birdan 05 mi? Keyingi mashinamiz 2009 zenglar ishlab turadimi bu? Zenglar ishlanib zo'r bo'lib turibdi. 2009 163 ming yurgan metana bor. Bahosi 37 milyon so'm. Yashib qo'raman bundan. 37 da, yashib qoladi. 35 abadam, 30 abadam, 30 abadming, 34, 35 abadam, 35 milyon so'm bitadi. Keyin bunda Spark 2011-yilda bor. 165 ming yurgan metanlari bor. Toza chiqorlari qo'yilgan, aynan ichlari ham zo'r, kimchishga bo'lib, zo'r bo'lib turibdi mashinamiz. Lüks konditsionerlar ham ishlab turibdi. Metan gazlari bor. Sostaniyasi zo'r. Balonlar hali yuriydi. Bir avgust-iyulgacha yurib beradi, balonlari zo'r. Bu mashinamizning narxi 60 milyon so'mda aytamiz. Lekin ish kamera olib turgan plastikani mashina 50 ga berasan? Yo'q, 50 gacha birov. Necha berasan? Kelishamiz üstünde. Necha? 50 yarim, 51. Ber 51'e. Kelaversinlar kelishamiz. Berasanmi? Narx bo'lar 51. 52. 55. Xullas 60 milyon so'm bu ukamiz deydi. Lekin men bunga aytmadim. Bir 50'lere bersang, minusdan olib minadi. Sizlar kelaveringlar, kelishib beradi xudo xolasa. Konditsionerlar ishlab, chiqorlari toza, zo'r. Bunda zo'ri bor Spark. Qaranglar. 2012 puli 73 milyon, 32 ming kilometr yurib turibdi mashina. Arka taraf Trailer klaskasi bormi? Petnosi bor. Petnosi bor, uni kichkina, uni strashli emas. Lekin bu prosto konditsioner yo'q bunda. Yo'q, prosto. Konditsioner yo'q. Prosto bo'lganda bahosi 73 milyon so'm. Naq pul bo'lsa 70 dan kelishib beradi deymiz. Normalmi? Beradi deymiz. Kelishadi. Keyingi mashinamiz Damas 2008-yil 200 ming kilometr yurgan benzin radno kraskada turibdi mashinamiz. Metan gazlari bor. Puli 48 milyon ekan. Balonlar toza, Gofra'nın orijinal balonlardan qo'yilgan. Gofra balon, yumshoq balonlardan qo'yilgan. 18 ga balonlar, boshidagi toza yupishga birinchi toza yupishlardan qo'yilgan speedometrlar o'zini radno. Shunga mashina balonlarini aytdim. Kraskasi toza dedim. Buni ham aytdim 48 milyon so'm, 45 milyon so'mlarga beradi. 2023-yilda ishlab chiqarilgan mashinamiz Cobalt avtomat korobka bo'ladi. 38 ming kilometr yurgan. Bir yilda bir ozgina kuzov. Petnosi bormi? Kraska emas endi bu vakuum. Şimdi yerda bir vakuumlik yana. Ozgina kraskalar tushgan. Bo'ldi, uning bo'ldi, tamom, hammasi zo'r, boshqa hammalari garantiya. Xullas, bu mashinamiz 38 ming kilometr yurib turibdi. Bu mashinamizni 18 milyon so'm bilan 10 milyon so'm bilan aksiyaga qo'yib beramiz. 8 milyon so'm notariskalarga ketadi. 18 milyon bilan hamma ishchiz bitib beramiz. 4700 dan 5 yil bo'ldi. Qarang, 18-yilda ishlab chiqarilgan mashinamiz. Orqa kapotunda kraskasi va avtomat, lyuk, ABS diska, motor, balonlar toza. Mana ko'raverasizlar. Kunqo'da balonlardan ekan bu. Shundanmi? Kunqo'da yana original toza balonlar, suv, yumshoq balonmi? Diska balonlar. Xullas, bu mashinamiz 130 ming, 140 ming kilometr yurib turibdi. Kraskasi orqa kapotunda va ichine o'tmagan. Orqasini fartukundagi germetiklar ham o'zinikidir. Chotki, garantiya. Xullas,
Maşinimiz narxı naq pul bo'lsa 120 milyon so'm bo'lsa beramiz. 120 milyon so'm. Avtokreditga bir 10 milyon bilan chiqadi. Agar shu 10 milyon pullaringiz yo'q bo'lsa, kelinglar, men sizlarga 10 millionni qarshi shartnoma turib, durara duruzib, sizlarga eldimdan to'lovsiz chiqarib beraman shu mashinani. Tamam. Поколение metan gaz obiz, boqovoylar yanglanadi, lyukoba, diskasi bor, yumshoq baloni bor, chipol bo'ligi bor, hammasi bor. 18 Bartera ag'animiz 18-yil mexanik mashinani bir marta kelasizlar. Agar mexanik jentara kerak bo'lsa, bir aytib ko'rasizlar mashinani. Mashina zver, hamma yeri zo'r. Konkret mashin 2018-yil. Aytmadim, bu mashinani 100 million so'm bartera oldik. 103 million so'm bo'lsa beramiz deyapmiz. Sababi generalniy o'ynasam olganmiz. Boshqa oldik. Kes toza. Ustalarda göz olaverasizlar. Metan bor, ichini akkuratnina. Malibu birni rullari qo'yilgan, chuqurlari, poliklari 2018 ana toza tablolarda kelgan bu. Toza oxirgi 2018 ning oxiri bu. Toza tablolarda kelgan. Salonlari akkuratli bo'lib, ishchilik ko'pdi. Xullas 103 million so'm. Klassik toza ustalarda göz olavering. Sastavasi zo'r. 23 kinda bulut kobaltimiz, yumshoq balonlar qo'yilgan. Mana. Demeter degan balon ekan bu. Demeter degan balonlar yumshoq balonlar qo'yilgan. 26.000 kilometr yurib turibdi ekan, obunachilar. 26.000 kilometr. Egasi ham bechora maytafon ham qo'yibdi mana, yumshoq qo'ydi. Ha, bular o'zi 23 ta maytafon bilan keldi. Esingizda 23 ta maytafon bilan keldi. Maytafon bor, 23 metan bor, balon bor. 26.000 yurgan, puli 140 million so'm, egadan gap turibdi, kelishib beramiz. Klaskasi yo'q hozir. 22-yil sparkimiz. 22-yil spark. Mexanik 10.000 kilometr yurib turibdi mashina. 10.000, ko'p emas. 10.000 kilometr yurib turibdi. Benzinda bahasi 120 million so'm yozilgan. Naq pul bo'ladigan bo'lsa, 115 million so'm beramiz. Gezingizda balki meni qaytarib beramiz. Keyin bu mashinamizni aksiyaga qo'ydik. 4 million so'm bilan chiqadi dedik. Bank baholashda sal tushirdi. 5,5 bo'ldimi shundami? 5,5 million so'm bilan chiqadigan bo'ldi. Yani evvel gök bo'lgan, keyin ot bo'lgan degan mashinamiz bo'ladi. Mana evvel gök, egasini gök yoqmagan ot yoqqan. Udar yo'q mashinada. Ustalaringiz aytganinglardan tekshirtirib olaveringlar. Naq pulasanizda 63 million so'm beramiz. Avtokreditda bo'lsa 5,5 million berasizlar. Notaris g'oya xarajatlari hammasi ichida bo'ladi. 3.900 dan tushirdim. Shu mashin o'zim mayda bilgan mashinam. 2019-yil sostanasi voqshi zo'r. Klaplar ochilmagan. Bu zo'r narsa. Kraskalari boyinli yo'q emas, medachuda kraskalari bor. Lekin mashin 80.000 kilometr yurib turibdi. Sostanasi zo'r. Buni 100 million so'm deb qo'yibdilar. Naq pul sanasangizlar bir kelishib beramiz. Ustuna kelishaveradimi, ustuna kelishamiz. Zo'r bo'lsa kelishamiz. Avtokreditdan qaytib beramiz. Bunda bir bratimizning mashina 2018 avtomat diskali, ina New Max balonlar qo'yilgan. Aydım zo'r bu. 18-yil zo'r. 100 ni yurib turibdi mashin. 100 ni yurib turibdi. Holati zo'r lekin. Konditsionerlar ham. Bunda bir damchi kraska bo'lmaydi. Bir damchi kraska yo'q. Ana toza narsa bu. Mana bahasi 103 million so'm bo'lsa. Naq pul bo'lsa 103 million so'm, avtokredit bo'lsa qo'shiladi. 220 million so'm. Üstünde gelişip paradım lan, babam ege'den getdik, 200 lira berip paradım. Ben tutuyorum. Kreditim var, 100 milyon berip kreditim devam ettireceğizlerim bana. Klaskesi yok. 12.000 lira şunu yuttuk. Bu satıldı bak. Bunda 23 satılgan. Bir ürünüye satıldı. Bazı videosunu taşımış. Largus 2014 yıl 830.000 kilometre yürüyen klaskeler var. Medasida teknoları var. Bu da yok. Teşekkür olarak aptor yemedi. Özünün motoru garanti. Xullas bunun bahasına geladigan bo'lsak, egalari 100 million so'm berib qo'yibdi, bizlar ham 100 million so'm berib qo'yibmiz.
sel qimmatroq. Gelişib bazar so'ralashib olaveradi. Ne olsun kaldı yani? Hem de Cobalt 2024. 24. Tek pasportam 24. Radnoy balonda durdu maşin. Bu maşinimiz Pakalina metan gazları var. Keyin 12.000 kilometre yurt tuttu. Krella kraskası var. Keyin neydi? İşimden az var. Bir karış. Şimdi yerinde bak. Oldu şimdi yerinde. Şimdi yerinde kraskası var. Bu maşinimizin narxı 142 milyon so'm. Naqd pul bo'lsa üstüne azgina kelishib beramiz. 24'e 24. Bu maşinimizni 2 milyon so'm bilan aksiyaga qo'yib beramiz. 8 milyon notaris qaylaza yetadi. Общий 10 milyon bilan hamma ishlarga bitirib beramiz. 5 milyondan 5 yil. Kaput, ustitil, garantiya javob beraman. Hamma o'ziniki. Kaput, Dişan olman krasi yok, çekler yok. Şurada var, aytgandan arkasında var. 2002 yıl tüykomuz var. Bir ağamıza sataydık bunu. Ağamız hayır görüptüler. Bunlar hep Katar'da bekçep verdiler bize. Yine satıp veremiz. Özlerimiz 13 milyon sonra vermedik. Yine görüyorlar işte. Salonlarım zor. Akuratlı. Hem biri. Ben özüm teşhirime uğradım bu maşinini. Zor edin. Taraf edalarım kırçırı baktılar ama taraf edalarını görsen akuratlı bitti. Hem biri zor. Hem biri çotçu maşinini. Yılı 2002. Özüm 13 milyon sonra satıp verdim. Özüme 16 milyon sonra kep verdiler. Kulles İGS 16'ını biledi. Üstüne yarım son bir son koyup beraber alaversin. Mamması yok. İGS 16 milyon son ne diske koydum dedi. Verbilerini züttüm bana 16 kaç düştü dedi. Doğru süreçte bana 16 milyon son. İGS'lere keyin size 17 milyon son beraber kiseyizde bulan. Keyin Nexia bir maşinimiz. Bu maşinimizni 15 milyon son partiyle hesapla verdik. Generalini de öyle hesap aldık. Pamuğum aldık. 16 milyon so'm tuttu bizlere. 18 milyon so'm bo'lsa beram. Mashinani o'zim haydab ko'rib tekshirib olganman. Meyda chuyda yerlar bor, yo'q emas. Pulini loyiq narsa. Men o'zim haydab ko'rdim, mashina zo'r. Bir marta kelib qiziqqanlar, bemalol olib haydab ko'rib, parkovkani davom ettirib, ish qilib, hech ko'radigan narsa zo'r narsa. 2010 bu mashinamizdan partiya olganmiz. 10. yılda ishlab chiqarilgan motorları remont ettirganmiz, o'zlarimiz ettirdik. 2,5 milyon so'm remontlarni qildirdik, endi avvalini soldirdik. Xullas mashinamiz 40 milyon so'm yozilgan edi. Naqd pul bo'lsa 36 milyon so'm beramiz. 36 naqd bo'lsa. Bu 23 to'g'ri? 23 38 yilga. 38 ming yilga pulcha so'm bu? 98. 98 milyon so'm. Egadan baba. Egadan. 98 milyon. Plastik yo'qmi? Yo'q, shuncha bo'lgan 100%. Shuncha bo'lgan, 100% shuncha bo'lgan mashina. Ham bellar shuncha bo'lgan, ichlari zo'r, holati ham zo'r. Bu mashina tuni o'zim partiya oldim. Urganch bozorda Qozog'iston mashina, JK2 sotdik. Partiya 23 tomozni oldik. Buni 88 milyon so'm hisoblab oldim. 88 milyon so'mni o'zina beraman. 12 ming kilometr yurtdik. Metallari bor. Ko'raveringlar. 13 ekan, 13. Onuz klasikka tarzı aytganimning 88 hisoblab oldim. 88 o'zina beraman. Balkim kelishmam beramiz, kelaverasiz ishga. Sodalasa beramiz. M3 215 milyon 20 ming kilometr yurgan metan benzinlari bor ekan. Buni metani bormi? Metan benzinlari bor ekan. 215 milyon kelishib beramiz. Mesela hayırlı damazımız kaldı abi. Bu satıldı mı? Allah. Bu maşinimiz hem satılgan, her videosunu koymadık, şimdi koyamız. 23. yıl. Bu maşinimiz hem satılıp tuttu, bu maşinimiz hem satılgan. Bu 153 milyon sonra satıldı mı? 153 milyon sonra satılgan. Bu 30 milyon sonra 15 milyonla verdi, kalan durar, doğru mu? Bir ay durara durdular mı? 2 ay durara durulgan. Xullas, damaz, dedi kim var buraya babam ya? Xullas, egasi içinde oturttu. 24 yıl shot sprapga qazan satsam shunda ketaman deb qo'ydi, egasilar ko'shi. İçinde oturttu egasilar. 24 yıl damaz. Shot sprapga salondan 97 ni to'lagan.
97 töleyen. Ki bunu 94'e veremiz bunu bence, doğru mu? 94'e biter mi bu nakh bola? Biterdi. Nakh bola 94 milyon sonra veremiz. Bizler usluğum şunun içinde egesi 92 milyon sonra verdiler oksijenin, doğru mu? 92 milyon sonra verdi, 94 milyon sonra veremiz. Buna benim ona hayat kılaveresinden egesini özüm kakrası çağında oturttu. Brat, klient geldi. 90'a biter mi de tuttular nakhtan? 90'a nakhta biter mi? Biter mi 90'a? İşte yine egeleri şurada buladı, özü biraz odalasa veresiyle. Hemmeyizni berek haftada kitemiz, hürmetli abunatçılar. Adresimizni yine bir mede düşüntüremiz. Koşköpür Soda'dan, Ürgenç Kıyvadan gelişteyiz. Yine Koşköpür Soda'da ötkenleri izleyen keyin çep kollarda buladı yine. Salamet Savda Merkezi berek haftada yazılgan. Eğer de Şavat, Gürlen, Mangıt, Dosunbuy, Xiva, son taraflardan gelseniz de Koşköpür'de özü bir tane glavni kurulumuz var. Kuruldan Ürgenç tarafa kadar yürüyüşte. Şimdinin gelişlerinde bir emez ikincisine bize ilgi buladı. Beyan taraf, şan taraftaki yakınlaştırdılar mı? Şan taraftaki maşallah, yerdeki maşallah, iyi beyan taraftaki maşallah bize ilgi buladı. Hemmeyizni berek haftada kütemiz. Gayatırgan xeyt bərəmləriz həmməmizə nə desəm, yaxşı bir zor bəyram gəlsin. Tamam.